Non ko'plab xalqlar uchun asosiy va eng aziz mahsulotlardan biri hisoblanadi. Ammo kim o'ylabdi deysiz, bu oddiy mahsulot odamlarning sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkinligini. Bugungi kunda oq undan tayyorlangan non sog'liq muammolarining asosiy sabablaridan biriga aylangan. Oq nondagi gluten, shakar va droji aslida inson sog'lig'iga xavf keltirib, ingichka ichakni yopishtirib, qonda shakar miqdorini oshiradigan xususiyatga ega. Oq undan tayyorlangan non kaloriya manbai bo'lib, unda hech qanday foydali yoki ozuqaviy moddalar mavjud emas. Oq nonni ko'p iste'mol qilgan insonlarda asta-sekinlik bilan sog'liq muammolari paydo bo'lmoqda. Semirish, asabiylik, qand miqdori ko'tarilishi, teri holati yomonlashishi. Non yemang demoqchi emasmiz. Foydali unlardan tayyorlangan non iste'mol qilsangiz, sog'lig'ingizga zarar keltirmaysiz. Bu videoni hamma ovqatni non bilan yeydigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Ortiqcha vazndan qiynalayotgan bo'lsangiz, kommentda non so'zini yozib qoldiring.